Bitcoin'ga işlemem, Bitcoin'siz yürümem. Salam dostlar, bana hazır vakti hayırlı olsun. Bu yerde çöndürgenler məmməsi üzerinden şahsi göz qarashları. Sizlerge məbləğ sılış boyunca teklif biriş ve hakkım ve hukukum yok. Şu an bana menimce üzerine miş ölçe bir keskin alı yaxşı. Aldıq günü Instagram'ın storiesinde bunda bir grafikten birini ortaklaşkandım. Bitcoin'in bahası %51'lik ihtimallik bilen pəski qarab düşüşü mümkün deb bunda McDonald's'dan mega oxşatıb qoyğandım. Bunu grafik analiz qilib baqalı bildi. Şuna bir analiz endisi buldu ekan bunda şekil bolsa. Bunun pəski düşsə şuna en igiz bo'lgan bahasıdan ve pəski qartamagan yerden başlap pəski qarta bir bahası düşüş ihtimallik var deb şuna pərz qildi ekan. Men şunu öğrengen pərzim boyunca pərz qilib baqandım. Qalsaq bu yanki holatda qilgan pərzimiz ancha xato chiqmaganligini ko'ralaymiz. Men buni o'rtoqlashgan vaqtimda Bitcoin 60 mingda keyin 64 minggacha bir qatim bahası chiqib qaytadan tushishga boshladi. Bugun eng past bo'lgan 60 ming 53 minggacha bir tushibdi. Ya'ni taxminan 10 ming dollarlik bir past qarta bir baha tushishi bo'libdi. Uzundan beri video so'ratgan do'stlar bordi. Fursat bo'lsa video qilma deb o'ylagandim. Mush qatim qarasam fursat ko'rganligim uchun sizlardan shu oddiy o'zim o'rtoqlashdim. Bu Instagramni muqima shunga doim shayga akab qo'yishim sababi Instagramni mushtarak bilan ishlatmoqchi. YouTube'da qo'yma, to'liq videosini YouTube'ga ko'rasizlar. Instagram'da faqatla müşteri bilan ko'radigan qo'yma. Burundan boshlab meni bildigan do'stlar bunda Sirpool degan bir Telegram kanalimiz bor. Men shu yerda har xil grafiklarni, har xil analizlarni qilib o'rtoqlashatdim. 2022-yilda bir o'rtoqlashgan bir egizel setib olish strategiyam bor. Mishalar kelgan vaqtlarda voy bu endi buquni yugurish tugab belki ayiqni yugurishga boshlagan bo'lishimiz mumkin. Eng yaxshisi coinlardan stable coinlarga o'tkazib turganimiz yaxshimiki deb takliflarni bergandim. Bundan keyin haqiqatan tushish boshlandi. Ayiqning baho tushish qarta pastlab minishi boshlandi. Taxminan shu vaqtlarda u deytmam 45 ming o'shadek vaqtlarda strategiya qilishni to'g'ri topdim. Shu egizanni o'rtoqlashdim do'stlar bilan. Keyin haqiqatan baho 15 minglargacha tushdi. Bu strategiyamda 29 mingdan boshlab ilishga boshlasak bo'ldi. Undan pastga tushsa balkim tiz o'ylab menish mumkin deb farz qilganim uchun buna bir azozini oldigan ilish buyruqi berdigan strategiya o'ylab chiqqandim. Men bilan birga olgan do'stlar jami 16 tane bitcoin olgan bo'ldi. Qarasak 15 ming bazga tushgan bo'lsa men taxminan 1,5 ming dollarlik yaqinlashgan bahoda eng oxirgi buyruqni berish farz qilibdi menda. Birga olgan do'stlar 3300 dollarlik bitcoin olgan bo'ldi. Cəmi 16 tane bitcoinimiz var oldu. Bunu en yukarı baha bo'lgan 73.850 73.800 vaqt satalgan bo'lsak 1,5 ming dollarlik qimmat yaratgan bo'lmishkanda bahaga satgan bo'lmishkan qo'limizga 16 tane bitcoinni 3-4 asligan bo'ldi-da bo'lsa shunaqa. Undan keyin bolalar ko'p deydi fursatlar bularmi deb. Şu fursatlar bo'lib qolsa o'rtoqlashma deb qarab baqsam video qilmadim shu 3 yil bo'lib ketibdi. Aradan ondan keyin monik vaqtlarda voy endi bu ayiq yugurishi tugab haqiqiy buqa yugurishi kirga o'xshaydi deb bolalar o'rtoqlashgandim. Endi men ayiq buqa desam balkim tushunmaydiganlar bo'lishi mumkin. Endi bu hayvonlar dunyosi bo'lib ketdi bu deb o'ylab qolmanglar. Endi bu narsa inglizcha ko'rganligimiz uchun, o'rganganligimiz uchun shu bull marketing, bear marketing bu yugurishi ayiqning tushishi deb tushundirgan. Shu men uduldan tarjima qildim. Shu ayiqning tushganiga o'xshaydi ekan. Yugastiga qarab bahasi yuqorilmasa buqani yugurishi o'xshaydi ekan. Shu vaqtlardan birida men yerda bu bayroqdan birini chiqarib dedim. Yana bir fursat kelgandek turdi. Endi bu tupiga qarab balkim taxmi tiz o'ylab menishi mumkin. Ya'ni shunga bu fursatni bir chin tutib baqaylarga olamagan do'stlar endi mushqatim azroq bo'lsa ap baqsanlar bo'ldi deb o'rtoqlashgandim. Shu vaqtda olgan do'stlar bo'lsa 30 ming olgan bo'lsa 72 ming satsa 32 asligan bo'ldi bizne. Shuning uchun da ko'p do'stlar mendan analiz video so'ragandi. Qarasanglar shundan keyin to'xtamay tüpüge qaramman vaqtida bunda tüpüge qarammagan vaqtda elish xatarli qachon tushib ketishini, yine qachon tüpüge ko'tarishni bilmaymiz. Shuning uchun video qilamagandim. Endi bu qatam meni fursat ko'rganligim uchun Instagramda o'rtoqlashdim. Qarasam ko'p do'stlar, yangi do'stlarim bordi. Shu hammasi voy bir nima qilib baqsaq, biz anglab baqsaq degan fikrlarni o'tirib qo'yganlik uchun bu qatam videoni qildim. Men o'ltirib tushdi desam gumban ishti shu chaqmoq chaqqandek bunda payasga tushib kelmaydi ekan. Qanda bitcoin tüpüge chiqish uchun pastaq chiqqan bo'lsa tushsin, ashuna tushidi. Shu vaqtlarda tushishi mumkin deb o'rtoqlashgandim sizlar bilan. Qarasanglar qaytadan yerga bir tüpüge bir chiqib, o'yinigina qayta tushib boshlandi-da. Shunga o'xshagan gap endi. Bu tushishni qanday faraz qildinglar deb o'ylab qilsanglar mumkin. Bunda mega o'xshab bilan tushdi deb o'ylab qoldi deb o'ylasanglar bek oddiy bo'lib qoldi. Shuni ko'rgandan keyin buningga munosabatli dunyoda nurg'un bozorlar bor, shirkatlar bor, har xil xabarlar bo'ldi degandek. Hammasini qaytadan ko'rib chiqdim necha kun. 74 ming bizga chiqqanmidi, yangi rekord
kılanmadı. Kılanmagandan keyin menimçe bir qaytadan pastga tushib tepaga qarab menish uchun yana pastda azroq bo'lsa kuch to'plash kerak deb qarasam shu fursat keldi. Undan keyin boshqa grafiklarni ko'rib chiqdim. Masalan, bu yerda oq bo'lgan grafiki bizga ko'ringan bahasi. Qachon bizga ko'ringan bahasi haqiqiy bahasining ostiga tushsa, eyiqni yugurish, mavsum boshlanadi ekan, shu tushish boshlanadi ekan. Qachonki haqiqiy bahasi biz ko'rgan bahoning tepasiga chiqsa, Bitcoinning boqi yugurishdan boshlanadi ekan. Shuning uchun bu qadamni qarasam, biz ko'rgan baho bu haqiqiy bahoning tepasiga chiqibdi. Haqiqiy baho bu biz ko'rayotgan bahoning tepasiga chiqolmaganlik asli bahasi asli bu emaskan, 3 ming emaskan. Buni o'xshash balkim past tushib qolishi mumkin deb faraz qilgan. Undan keyin shunday grafiklardan birisidimi? Qachonki bu ko'k bo'lgan bu grafik, baho grafiki, shu qarig'i yoki qarig'i yaqinlashsa, qarini pastga tushsa, bahomı shunun qartag'idan pastga tushishga boshlaydi ekan. Shuning uchun men qarasaqmi bahasi ko'k baho, mayadagi bir qatim cho'qi nuqtasi bilan mayadagi cho'qi nuqtasi qarasanglar farq bor. Mayadagi cho'qi nuqtasi chiqqanda maya chiqqan, lekin mayadagi baho vaqtida mayadagi baho bilan mayadagi bahodek bunda farq yo'q-da. Mayadagi qarasanglar yaqinlan baho farqi bor-da. Lekin mayadagi farq bak cho'ngdi. Shu unda bo'lsa mayadagi farqning yana bir signal ekan deb faraz qilganligim uchun undan boshqa dollarning indeksi to'xtamay tepaga qarab manyapti-da. Bu balkim tepadagi bu to'solg'ini bosib o'tsa, bu taxmin tizilishi mumkin. Bu 4-farazimdan birisi meni kuchlantirdi-da. Bu 4-grafik. O'sha nurg'un xabarlar, nurg'un analizchilarning analizini ko'rib, undan keyin men qo'rqmay Instagramga o'rtoqlashdim-da. Bo'pti, tushdi. Endi qanday qilamiz deyishinglar mumkin. 2,5 yil oldiga o'xshash bunda bir strategiyaning birini o'rtoqlashishi mumkin. Urra elinglar, urra satinglar degan bo'lmaydi bu narsani. Shunga o'xshagan bir strategiya qilsak, menimcha xatiri oz, aqlliroq bir mablag' sog'an bo'lamiz deb o'ylayman. Xohlasanlar bizning Telegram kanalimizga kirsanglar bo'ldi. Ya'ni o'rtoqlashma ba'zan nimalarni Instagramda o'rtoqlashish mumkin. Bundan keyin faqatla shu ba'zan nimalarni yanlab o'zinglarni shaxsiy ko'z qarshi qarta, o'zinglar qancha xatarlik bardosh qiladi shuni qarta ish ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Agar bu videoni yoqtirgan bo'lsanglar, men shunday ko'proq videoni qilishimni xohlasanglar, har hafta balkim shunday video qilishni o'ylashim mumkin. Faqat hozir Bitcoinni tushuntiryapman, chunki Bitcoinning boshqa nurg'un altcoinlar bor. Men asallamni qilib chaqchaq Bitcoin deb qo'ydim. Shitcoin mi deydi inglizcha? Bitcoinning boshqa coinlarni. Bitcoinning masalan ETF'i tasdiqlandi. ETF nimaligini Google g'azib izlab o'zinglar tushunib turinglar. Video uzun bo'lib ketadi. Asarim degan ikkinchi coinmi bor. Asarimning ETF'ini tasdiqlash uchun tizimlatdi. Bitcoinga o'xshash oldingi qatimgi bull marketingning rekordini tag'mayadiki 4839 rekordini buzolmadi. Balki tasdiqlansa, tepaga qarata bir mengisham mumkin. Bunga o'xshash yana boshqa coinlarning mana shunday ETF'ini tasdiqlash uchun iltimos qilibdi. Shunga boshqa yana coinlarni taxmi ishonchliroq bo'ldi degan gap. Bu ETF'ni lekin tushunsalar nima demoqchi bo'ldim taxmi tushunsizlar. Masalan, Bitcoinning ETF'ini oqis turib shuni tasdiqlatgan shirkatlar, masalan, Vanguard, BlackRock, JP Morgan Bitcoinga bo'lgan ishonch taxmi yuqori manyapti. Menga nisbatan Bitcoin elish qiyin emas. Elish strategiyasini menimcha ma'lumot tuzalaysizlar. Azar grafik analiz o'rgansanglar. Eng qiyinog'ini qachon qayerda setib bu bozordan chiqib ketish. Masalan, mayadagi vaqtda masalan, chiqadam 68 ming 100 ming qarab mangadi degan shu vaqtda. Lekin hech kim 100 mingga chiqmay 15 mingga tushishni hech kim bilmaydi-da. Shuning uchun elish oson, setish qayerda setib bozordan chiqib ketib mesela 68 mingni setib 15 mingni olsa yaxshi foyda emasmi? Shuning uchun men yana deydiganim elishdim bakroq inog'ini setish deb o'ylayman. Yoqtagan bo'lsanglar o'rtoqlashib qo'yinglar. Agar ko'proq do'stlar ko'rib yangi videolarni, yangi tahlil analizlarni ko'rishni xohlasa, men har hafta vaqt chiqarib o'sha analizlarni qilib sizlarga o'rtoqlashishim mumkin. Omon bo'linglar, xayr xo'sh.